بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد bugünkü temimiz Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu ta'ala anhu Sahabe-i kiramның faziletlerini tanıp ötürkenmiz. Huwa Abu Ishaq künneti Abu Ishaq Sa'd ibn Malik unda olaniken Malik dadisi Malikning künneti nima ekan Abu Waqqas ha lekin dadisining ismi Malik bo'lgan bilan dadisining künneti bilan mashhur bo'lib tanilib ketgan. Yani Sa'd ibn Malik demaymiz, Sa'd ibn Abi Waqqas. Hammadan shuni bilamiz-ku. Lekin Abu Waqqasning ismi Malik. Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhra ibn Kilab al-Qurashi az-Zuhri radiyallahu anhu. Hozir mana nasab qarasak, nimani bayqaymiz? Rasululloh bilan biza shunda tutishdi bir jamoatda. Masalan, ota-bobolardan kelib bizada jamlashib qoladi. كان أحد السابقين إلى الإسلام. Bu sahabe İslam'a dastlab bulab kirgan sahabe kiramlardan. ففي صحيح البخاري مثلا alayloq Sahih Buxariyda aşu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu'nun munda deganligi rivoyat qilingan. لقد مكثت 7 أيام وإني لثالث الإسلام. Men 7 kun İslamning 3-kishisi bo'lib tug'andim dedi. Mesela Resulullah davet başlanan çağda Hazreti Hadice, Abu Bakr, Ali, mesela Zeyd, müşhurlu Müslüman bulduğu. Bunda sanıp gelsek ben 7 gün tuğandım. Muş tuğa vaktimde ben 3. Müslüman bolgan şahslardan demekçi. Vakıda 3. İslam kirgen şu İslam'ın Ben demekçi, lekin bunda qaraydigan bolsak, başka rivayetini, başka sahabenin gap sözlerini da qaraydigan bolsak, Hazreti Hadice, Abu Bakr, Zeyd, Ali, ondan başka şunda men bu dastlabki Müslüman bolgan degan sahabelar bor. Onun kim bunu alimlar qanda tushundirgan? Hafiz ibn Hajar Fathul Bari deyishcha, u chaqda islom tashviqoti maxfiy ilib berilgan. Rasululloh bir sin qishqilab, bunda pishirilib asta, uni da'vat qilib, unda eng yaqin ayoli, eng yaqin do'sti mushunday qilgan ekan. U chaqda kimlar musulmon bo'lganligini bu Sa'd ibn Waqqas bilib bo'lmagan. Bilib bo'lmagan ekan, o'zi bilgan bir ishga aylanba. Masalan, Hadice, Abu Bakr degandi. Bu men 3-chisi deb shunda o'ylab qolgan. Emniyette ondan başka yani 7-8 aylan var. Uluma her biri özüne ben 3-cisi, ben 4-cisi, ben 5-cisi de oylab qalgan ahval var. Deb bu şey en muvaffaq tushundirishim. Qandalım bu musun? 3-cisi disimi, yani 30-cı disimin, yanlar bunun İslamiyet'e en burun kirgen sahabe ekanligini bildirdi. Belki 10-cisi de, 12-cisi de, 20-cisi de, lekin en dastlab kirgen sahabenin birisi. وهو أحد الفرسان المعدودين بألف فارس. Yuqorqi darsda bir sarkarda 1000 jangchiga barobar keladigan ahvol borda. Mushumi ashunda qahramon botirlarning birisi. 1000 jangchiga tang deb qaraladigan, saniladigan al-ma'dudin degan saniladiganlardan biri. Va ahadul 10 al-mubashirin bil jannah. Jannat bilan bishorat berilgan 10 sahoba. Jannat bilan bishorat berilgan sahobalar jiq. Lekin mashhur deb 10 sahoba bor. Masalan, bir hadisda mushu darvozadan hozir jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirdi desa, shu chog'da Sa'd ibn Abi Waqqas kirib kelgan. Masalan, bundan boshqa bir necha ahvolda Rasululloh jannat bilan bishorat bergan bo'lishi mumkin. Bilal bilan onun qator yo'q-ku. Bilal yo'q. Lekin Bilal jannat so'rab bergan. Ha, bor. Undan boshqa sahobalar bo'lgan. Bunda bishorat bergan sahobalar lekin mashhur bo'lganlardan yoki shunda bir hadisda, unda bir nima kelganda uni aylan bor. Masalan, Talha, Zubayr ibn al-Awwam, Abu Bakr, Osman, hammasi. Sa'id ibn Zayd masalan. Wa akhiruhum mauta. Ash 10 ashara mubashshir bil jannaninki eng kin o'lib ketgan edi. Wa ahadu sittatin ash-shura alladhina ayyanahum al-Faruq lil khilafa. Hazreti Ömer vafot bo'lish oldida mendan keyin mush 6 aylan kengash qilib xalifa bekitdi deb kengashga bekitgan 6 aylanning biri edi. Wa ahida ila wahidin minhum bi'aynihi yu'ayyinuhu baqiyatuhum.
ularning birisiga vasiyat qilib qo'ygandek masalan. Lekin bu birisini kim belgilaydi desa, qolgan 6 aylan belgilaydi. 5 aylan mushuni xalif qilamiz desa, shu hisob deb unda plani demay, kengash olti qo'yib qo'ygan. Wa qala fi wasiyatihi in asabatul imratu fadaka. Hazrat Umar vasiyat qilgan chaqda agar Amirul Mu'minlik, yani xalifalik mushunga tegib qolsa, tamam mush bo'ldi, hisob. Va illa agar bunga tegmay qolsa, xalifa bo'lanmay qolsa, fal yasta'an bihi al-wali. Xalifa bo'lgan kishi vali degan vali amrul muslimin demak. Xalifa buningdan foydalanib, buni ish qilsa, masalan, ya maslahat qilsin, ya vazir qilsin demak. Demak, Hazrat Umar buning qadrini bildi. Fa inni lam a'zilhu an ajzin. Chunki men uni vazifani joyida o'rindayolmay qoldi deb mas'uliyat elayotmagan. Hazrat Umar Sa'd ibn Abi Waqqasni Kufaning valiligidan elayotgan. Yo'q, bu shu mansabda elayotishim bu valilikning joyida qilinmaganlikdan emas, boshqa sababdan deydi. Qala ibn Ishaq fil Maghazi. Ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq Al-Maghazi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahabe kiramlarning qilgan janglari, g'azatlari haqida maxsus kitob yozib Maghazi deb atagan. Muhammad ibn Ishaq shu kitobda deydi, "Kan ashab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi Makkah yastakhfuna bi salatihim." Makkadik chaqda musulmonlar aciz bo'lg'achqa, mushriklar aziyat yetkazib qo'ymasin deb musulmonlar namozini maxfiy o'qishdi. فبينما سعد في شعب من شعاب مكة سعد رضي الله عنه مكة جلغلرنىڭ birisida turg'unida sha'bun sha'abuna jilg'a tag'bag'ridagi chig'ir yo'l degandek ma'no. Sha'b bo'lsa xalq bo'lib qoldi. Shu'ba degan u tarmoq. Demak, mushu ma'nosi bir-biriga yaqin. Sha'b deganmi bir qabila. Qabilaning cho'ng sha'b bo'ldi. U xuddamda bir buning cho'ng tarmoq shakllar emas. Bir cho'ng jamoatning, bir xalq degan ma'no. Uning yanında çıptaklar var. Şu şu'ba degan bir qismi tarmoqi, cho'ba. Ammo tarmoqidek. Sha'b degan mu tag'ning musi bo'lsa, necha bag'rilari bo'lsa, birisini tag' bag'ri deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va boshqa musulmonlarga shu embargo yurgizganda Makka mushriklari Sha'b Abi Talib degan joyda bular qo'rshovli qolgan. Abu Talib mahallisi bo'lgan shu bir jilg'idek bir joy. Tag' bag'ri yoki to'pilik. Fi neferin min sahaba. Bir ne sahabeler Mekke jilg'ilarining yo'llarining birisida namoz o'qimoqchi bo'lib turgan chaqda maxfiyan adam ko'msida baş cho'lga chiqib o'qimoqchi bo'lgan. Zahar alayhim mushrikun. To'satdan ularning ustiga mushriklar kelib qoldi. Fanafaruhum. Nafara degan ulardan deyishib qoldi deydi. Takallashib yoki tillashib qoldi deydi. Jidallashib qoldi degan. Yani o bunun dinini ayıplaydı. Bu onun dinini ayıplaydı. Etikadını. Va'abu aleyhim dinahum. Onların dinini ayıpladı. Hatta qataluhum. Onlar Müslümanların İslam dinini ayıplap ularla uğraşıptı. Fadaraba Sa'dun raculan minel müşrikin. Şundan Sa'd radıyallahu anh müşriklerden birini bilahyi cemalin tügünün yani sonundayız. Manda sonunda. Javg'ay so'ng ekan. Masalan, bu yerda munda bir pas so'ng chiqdi tugini o'z. Tamam? Ishlarida tizlar yaldir va masalan. Hadi qo'yning bo'ldi-ku. Javg'ay so'ng kedimiz. Shunda qurib tag'an unda sharjada ushrab qolmadi ya endi ilmanganmi bu quroldak. U Makkada qurolliq urushmagan ekan, o'zining shahri dushman bo'lmagan ekan, qurolsiz hamda kelib mushlashgan, urushgan. Shundan qo'liga tugining javg'ay so'ng kedim bizni ilib, kafirdan bizni urib ekan. Fakana awwalu damin uriqa fil islam. Mana mushu islomiyat kelgandan keyin dastlab qilib to'kilgan qon. Fashajjahu yervatdi. Yani shajjahu degan yervatdi degan beshini yervatdi degan bo'ldi-mi? Shijaj degan shu boshning yeriqi bilan xos. Boshqani yervatsa u boshqa manda. Shajja yervatdi. Yani beshini yervatdi degan gap, ha? Fakana awwal damin uriqa fil islam. Shundan bu islomiyat kelgandan keyin dastlab qilib to'kilgan qon bo'lib qoldi. وروى الشيخان والترمذي والنسائي شيخان ديان كم؟ بخاري ومسلم شيخان ديماز من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة Hazreti Ayşe rivayet qilsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan chaqda ariqa laylatan bir kechasi uxlayolmadi. Uyqusi qochdi. Uxlayolmadi degan ariqa. Şuna uyqusi qechishning duosi bor. Mesela uyan o'rlib qat uxlamaydigan bir kun oldi-ku.
Kaçkanın duası. Gâretun nucum ve hadatul uyun. Ente hayyun kayyum. İhde kalbi ve enim ayni deyildi. Şunlara bir dua var. Ben buraya yandıran unuttuk oltum. Uyku kaçkan çağda ismimiz kildi bu. Şuradaki arayaklar gibi çıkan laflar mı ya arayaklar gibi? Ya. O raka bilente üstüge çıkıştı şunama. Ma araka din kegen. Kurulmusu okşuşmaydı. Faqala leyta rajulan salihan min ashabi yahrusuni. Menin sahablarımda yaxshi bir kishi meni kecha qovdab chiqqan bo'lsa, yani Medine kelgandiki nurg'un munofiq bo'lyapti, nurg'un yahudiylar bo'lyapti. Undan boshqa islom diniga dushman bo'lgan kishilar bo'lyapti, o'zining manfaati ziyon uchirgan kishilar bo'lyapti. Rasululloh dushmanlik qilgan bo'lyapti. Ular Rasululloh ansirab yaxshi sahablarimdan birisi meni qovdigan bo'lsa degandi. Lekin bu qachon? Alloh taolo bir oyatni tushirishni ilgirki vaqa. Vallohu ya'simuka minan nas. Shu oyat tushishdan ilgari Rasulullohni ba'zisini qovdaydi. Lekin shu tushgandan keyin undan bir uxlanglar. Alloh taolo meni qovdab qo'ydi. Mana ikkinchidan keslanmaydi deb qovduqsiz yotibdi. Shu chaqda sami'na savtas silah. Rasululloh shu gapni degan chaqda Qur'onning sharaq-shuruq taraqtuq qilgandek bir ovozini anglab qoldik deydi. Faqala min hada qala ana Sa'dun. Kim bo'lsa men Sa'd dedi. Men Sa'd men o'zlarini bu kecha qovday deb keldim deb. Yani Hazrat Sa'dmi unda esqiganimdi. Ve taza bexatar emas. Kecha Rasululloh biraz ziyonkashlik qilmoqson deb Rasululloh chaqirmoqson o'zligidan ansirab qovdash uchun kelgan. Faqama, yani faqama debdi, asli fanama dedi. Rasululloh unda degandan keyin ondan Hazrat Sa'd keldimi, kelgandan keyin Rasululloh xotirjam bo'lib ondan uxladi. Yani Sahih Buxoriyda shunda deb kelgan. Fanama. Faqama degan Sa'd şehirde tude degan Ya shunda demakchamdi, faqama. Yoki Rasululloh qo'pab bundan ko'rishib, bundan qildi degan bo'lishi mumkin. Lekin bu tas to'g'ri emas. Fanama. Yani bu yerda Rasululloh qildi, demoqchi. Sa'd kelgandan keyin xotirjam qildi. Va fi rivoyatin fada'a lahu. Yani bir rivoyatda, mesela İmam Müslimning, Tirmizining rivoyatlarida fada'a lahu Rasululloh Hazrat Sa'dga duo qilib qo'ydi. Ya Allah bunun duasını cevap kılsla degandek. Şuna şu duanın bereketinden Hazreti Sa'd ibn Vaqqas'ın duası icabet. Şunda dua kılsa icabet oldu. وروى الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. Tirmizi rivayetinde Hazreti Cabir radıyallahu anhu mundaq degan. Rasululloh sahabalar tuğan çağda a tarafdan Sa'd ibn Vaqqas radıyallahu anhu kelyapti. Kelyotgandiki Rasululloh yerniki sahabalarga "Ma'mening ana tarafdan bo'lgan tag'am bo'ladi mana. Boshqalarning o'zlarining tag'isida ko'rsatib boqinglar. Yani mening tag'amdek bundan nochi tag'isi bormi demoqchi. Yani maqsad faxrlanish. Falyurini imru'un khalahu. Qanda nochi bo'lsa bir o'zining tag'isini ko'rsatib boqsin, bunda tag'isi bormi ekan degan ma'no. Khalahu degan diqqat qilinglar. Hada khali dedi. Am tarafta Biz nasibin degan chaqda Rasulullohning nasibi tutishi dedik-ku. Qanday tutishidi? Amina. Mesela Amina bint Vahb kimta? Amina bint Vahb ibn Abd Manaf. Hamda anasi Amina bint Vahb ibn Abd Manaf bo'lgan ekan. Ma Sa'd ibn Malik ibn Uhayb. Uhayb degan Vahbning ukasi. Uhayb Vahbning ukasi. Abdumanapning Vahb Uhaybda ikki o'g'li bor desak. Vahbdan Amina bo'ldi. Endi Uhaybdan Malik bo'ldimi? Bo'lgandan keyin hozir Rasulullohning onasining bir tag'isida ekan bu. Bunda bo'lgandan keyin buni umuman yo'qsa onasining tuqqanimi? Onasining tag'isi bundan nima bo'lsa-mu? An tarafdan bir tuqqan bo'lgandan keyin, ya'ni akaning o'rnidagi bir tuqqan bo'lgandan keyin Halildaşım. Sa'd ibn Malik şu Bani Zuhre'dinti. Resulullah'ın anısı mı? Bani Zuhre'dinti. Devam eken bu. Resulullah'ınki tağıstek boğan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن أبي وقاص يعد بألف فارس. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah'ın bunda deganligini aldığımda bir rivayet tuttu. Sa'd ibn Abi Waqqas'ning sarkardagi baravar qildi, tangdab sanaladi debdikan. Akhrajahu al-mala'u fi siratihi. Al-mala yoki al-mulla fi sirati yozgan sira kitobida mushuni bayon qilgan. Mesela
Başka hadisini biz Bukhari, Tirmizi rivayet kıldık o. Ma hadisini mu? Muşmulla yak el-mela Sire kitabıda rivayet kılgan depti. Bunun Sire kitabının ismi Vesiletul Mutaabbidin fi Sirati Seyyidil Mursalin. Vesiletul Mutaabbidin diyen kitabı var ki. Mesela Nurul Yakin fi Sirat Seyyidil Mursalin deyimiz o. Şunu olsa Vesiletul Mutaabbidin fi Sirati Seyyidil Mursalin. Şu kitabı da rivayet kılgan hadisken. Hadaral meşahide kullaha ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu mu? Kat fazilet. Bütün gazatlarga Resulullah bilan birlik qatnashgan. Resulullah qatnashgan jangning birisini qilib qolmagan. Ya mana ishim bor deb qilib qolish. Wa huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah. Bu zat yana Allah yo'l dastlab qilib ya o'q atgan sahoba deydi. O'qiya atgan sahoba. وذلك في سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رابغ. Muş Ubeyde ibn Harith diyen sahabe kiramni bir qo'shinga qo'mondan qilib Rasululloh avatgan deydi. Rabig degan joyga avatgan. Bu Makka bilan Madinaning o'rtasidagi bir joy. Qizil dengiz tarafga yaqin. Sariya degan bir qo'shin. Rabig'ning shaharmi? Bir joyning ismi. Taif, Rabig, Jadda masalan. Makka bilan Madinaning o'rtasidagi bir joy ekan. Litalaqqi ira Quraysh. Qurayshning karvonining oldiga chiqib to'g'rilash uchun. Ayr degan karvon. Yani asli tugay degan bo'ldi. Ha? Yani Qurayshning tugilari deganga bas tugilarga mol yutib mangan karvon. Fataramaw bin nabli. Shuni ikki taraf urush qilib o'qiya etishdi. Nabl degan ya o'qi. Fakana Sa'dun awwal man rama bi sahmin. Shu chaqda Sa'd radhiyallohu anhu dastlab qilib o'qiya atgan zot ekan. Shu jangda. Va tarama yawm Uhud duna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uhud günümü Resulullah şu qiyin ahvalda qolgan chaqda Resulullahni qo'g'dab duna degan mishada Resulullahning oldida Resulullahni qo'g'dab Resulullahni aql qilib oldida turib bunda o'qiya etib qo'ygan. Fidaki abi va Fidaki abi va ummi deb Rasulullah duo qilgan bunga. To'g'ri işte. Mushriklar matoda, bu matoda. Bu matoda, bu matoda. Tarama at-tarafan mesela, musharaka. قال فلقد رأيته صلى الله عليه وسلم يناولنس النبلة. Sa'd ibn Abi Waqqas rivayet qilib dedi. Men shu kuni Uhud g'azotida Rasulullohning oldida turib, Rasululloh qo'da bunda o'qitayotgan chog'imda men Rasulullohning menga o'qni bunda sunib berganligini ko'rgandim. U chaqdan vallohchilikda bunda etiyorgan gap Rasululloh bir tarafdan o'qdanni g'ash qo'yaplam bizden atamanda bunda sunib berib turgan jiddiychilikda. Rasulullahning ya o'qini menga bunda sunib berayotganligini ko'rgandim dedi. Men aytayotman Rasululloh menga sunib berdi. Bu hamda mashhur margan bo'lgan ekan palvon. Va yaqul Rasululloh o'qni sunib berib deydi: "Irmi ata fadaka abi va ummi." Sana atamni va onamni qurbon qilay. Sana ata onam fido bo'lsin. Yani xuddi sen hozir o'limga uchrab ketgan ahvol bo'lsam, onamni, dadamni qurbon qilib, seni qo'g'dab qilish tayyor degan ma'no. Arablar shunday ishlaydi. Fadaki abi ve ummi. Bu sözne Resulullah Sa'd ibn Abu'dadır. Elbette sahabeler Resulullah deydi. Peki Resulullah Sa'd ibn Malik'e Sa'd ibn Abi Waqqas'a davet ediyor. Sonra bu sahabe Resulullah bana ata-anasını cem kılıp fida olsun degende de faxrlangan keyingi vaqtda. Jamali Resulullah sallallohu alayhi vasallam abawayhi. Şu aldırışında okuyatı vaqtida şu gapni to'yib tushundim. Ha? Sa'd ibn Waqqas o'qiya aytayotdilar. Jamiyadan ilplam atdiga, bunda ilplam atdi. Bu tugab ketdi o'zining o'qlari. Haligi Rasululloh o'zining o'qlarini g'ach, o'qdan ya qo'yaplam jiddiy mudda sunib bergach, fadaka abi va ummi irmi deb atataza. Deb sunib berganga. Wa rawal Bukhari anhu qala Bukhari sayida munda rivoyat qilgan. Sa'd ibn Waqqas deydi, shu voqealikni bayon qilib, "Nasalali an-nabiy sallallohu alayhi vasallam kananatahu yawma Uhud." Kanana degan o'qdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining o'qdinini yaga to'kab, o'qni bunda yaga chechiblam qo'yib bergan. U elib avrilabdan pul ulgurmaydigan deb Rasululloh buni sunib beribdi. Faqala irmi fadaka abi va ummi. Ata-anan sana fido olsun deganday. وروى الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك. من رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك'ten başka birisiga ata-anasını cemlab turib fadaka deyin lekin anlab bakmagan. Sa'd ibn Abi Waqqas anda deganligini anlagan. Hazreti Ali'ga unda deb bakmagan.
فإني سمعته يقول يوم أحد من Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Uhud günü bunda diğerlikini anlayan. İrmi Sa'd fedâke ebi ve ummi. Ve remâ yevmul handaki raculen minel müşrikîne فوقع السهم في نحره فوقع مستلقيا وبدت عورته. Xandaq gazasida bu dehşetli gazat. Zulzilu zilzalan şedide. Şuna bir paytanda Medine nurgun müşriklar qo'shinining qurshavida qolgan. Oq tarafda Yahudilar qurshavida. Shu kunda mushriklardan bir kishiga o'q otgan dedi. O'q uning gelig'i tegib mushrikning o'ngda tushibdi. Shu avrda esib qoldi. Örteşilganken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Müslümanlarımız külüp gitipti. Ve kâne hâdel müşrik, müşrik, Hazret Sa'd gelip okatkan müşrik, kandak kıygan, Müslümanlığa aziyet etkizgente. Yermihim ve eştumum, Müslümanlığı okatip, tillap, hakaretligen. Hatta rama Umma Eymen, bisahmin. Umma Eymen mu? Resulullah ile billah, bunda cihad katnaşkan mücahit ayal. Bunda gangun ayallardan birsin. Sahabe-i kiramdan sizin çıkan. Bu ayolların başında cenk kılır. Cenge qatnashib, yardalni davolaydigan, tanadigan, suv to'shib turadigan bunday ishlar qildi. Udul kelib qolsam din qilishga urishdi. Mushrik oldiga kelib qolsa silishgan gap. Rasulullohning oldida turib, Uhud kuni Rasulullohni qo'dab urushgan o'sha yer. Tushunmayman. Ha bir dars chiqdimi? Qilishni ko'tarib chiqib ketdi. Ha. Fa asaba zaylaha. So'lan u mushrikning otgan o'qi bu ayolning kiyimining bunda pesh tarafiga tegibdi. Zayla deganda quyruq degan bo'ldi. Kiyimining quyruq hamdi. Ha? Ko'pincha ahvol. Oq tarafiga tekkan bo'lishi mumkin. Fa dahika alayha. An bu o'q kiyimiga tekkan bo'lsa, kiyimini jityaptimi? Ya ilinishib qilib, pasti jitilib ketdimi? Chiqib, ya bu ayolning avrta islib qolgan bo'ldi. Shunday bir ahvol bo'lgan. Shundan kafir kulib, musulmonni mazaq qilib, haqoratlagan ahvol bo'lgan. Şu oqlardan birini etib. Ha, shunamdan qayda qilgandikan, Hazrat Sa'd uni atgan. Rasululloh shu chaqda unda uchida bisi yo'q, tayoq takimda bir o'qni bis bitilmagan o'qni sunib qo'ygan. Shuni etib, geli takizgandan keyin bu o'ngda tushib, uning nimasi Alloh qilgan. Avrtdi. Ular musulmonlar ha deb kulgan. Ha, biz onu Ha, ondan Rasulullohning dida Rasululloh Umma Eymen uchun Sa'd uchun ilpade. Umma Eymen uchun Sa'd uchun ilpade deb duo qilgan. Ajaballohu da'vatak va saddada ramyatak deb. Maktabda yo'q bu. Ajaballohu da'vatak va saddada ramyatak. Atqa o'quvni Alloh taolo tekizgay. Duoyingni ijobat qilgay. Va Rasulullohning duosi bilan Sa'd ibn Waqqasning duosi ijobat qilingan bo'lgan. Va kanat qad ja'at tasqil jarha. Umma Eymen nima kelgan desa, yardaliga suv akapirish uchun kelgan. Walamma ra'a malikul furs yazdajird ghazwa biladil muslimina wa wajjaha wazirahu Rustum qaidan li jayshin jarrarin ila al-Qadisiyya. İranlıklarning podshosi Yazdajird, 3-Yazdajird bo'lishi mumkin bu. Musulmonlarning diyoriga hujum qilishni to'g'ri topgandan keyin musulmonlar uning zaminlarini fath qilib, ziyon yetkazgandan keyin bu bütün kuchini to'plab buni tigidan yo'qotib o'tamiz deb Rustum qo'mondonligida shu o'tganki Qadisiya jamoasi shu nimaga evatgan. Mana vaziri Rustumni yoki o'zidan cho'ng qo'mondon deylar, Rustumni nurg'un bir lashkarga qo'mondon qilib Jarror degan katir degan ma'noda Qadisiyaga evatgan. Va balagha zalika al-Faruqa. Faruq Umar radhiyallohu anhuga xalifatul musliminga mushu xabar yetgandan keyin xaraja min al-Madina. Madinadan chiqdi. Madinaning sirtiga chiqdi. Fi askarin min akabir as-sahabati va ghayrihim ila tariq al-Iraq. Sahabenin en kattılarından terkip tapkan bir qo'shinda Iroq tarafının yo'liga chiqib Madinaning sirtiga chiqdi. Fastashara man ma'ahu fi adh-dhahab ila al-Iraq bi nafsihi. O'zilan bilgan shu sahabenin kattılardan maslahat so'rdi. Iroqqa o'zim bosim qanday Parislar bilan jang qilishgan. Muharabati Paris. Fa ashara alayhi al-ammatu bidalik. Avam kishilar o'zilan birga chiqqan shu qo'shindikilarning maslahat so'raydiganlardan maslahat so'rabdi. Odatda avam maslahatchilar ko'pchiligi va o'zlari boshlar deb maslahat berdi. Va qalu nahnu ma'ak. Biz sizlar bilan yo'l boshlab mansa biz birga jangga chiqamiz.
Ve eşar aleyhi havasu sahabe. Yani sahabenin kattileri. Allah sahabe. Közü görüngen sahabeler. Mesela Hazreti Ali diyendek aşında kattileri. Bi irsali batalin muhannekin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve imdadihi bil cunud. Muhannek diyen tecrübelik. Haneke deb o'tib tecrübelik palvondan bizni ivateyle Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning sahabalaridan bo'lgan qahramondan birini askar bilan hamdamga ivateyle imdadi bil junud degan unga nurg'un lashkar tayyorlab birlar hamdamchi bo'lsin urushga shuni ivatsak o'zlari bormislar dedi. فقال ومن هو kim bu palvon desa faqalu huval asad adiyan Sa'd ibn Malik Adiyen degan ada yadudu etilib turgan hujum qilib turgan dushman degan adu deganmi o'shani chetishdi etilib turgan hujum qilib turgan Arslan Sa'd ibn Malik shu debdi. Ve kan Sa'dun amilan lahu ala sadaqat Hawazin. Hawazin qabilasining sadaqa yani zakatlari sadaqat degan zakatlarini to'playdigan kadri edi dedi Sa'd ibn Malik yani lahu degan Umarga Hazrat Umarning kadri edi dedi. Febata ileyhi feca'a. Sonra adam yat çağırıptı, o geldi. Fevallahu qaiden amman ala harbi Faris. Sonra ona İranlıklar olan uruşuduğunga en yukarı ali mertebeli kumandan kılıp tayinledi. Ve emeddehu bil cunud. Onu nurgun askerlerden teminledi ona. Fetella uruşa Faris'e bil Qadisiyye. Tella diyen jiktivetti diyen. Kur'an-ı Kerim'de ve tellahu lil cebin ve nadeynahu eyya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la düm kılıp değil, cebinini pişansı desek ve tellahu lil cebin düm yatkızıp durup bozmak soğuğan çağda. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın nimdide İsmail Aleyhisselam karamaydıgan şekilde pişak sürüsler diyen boğaçka ve tellahu lil cebin ya yantı yatkızıp ya düm yatkızıp diyen gel. Ve tellahu lil cebin ona cebini terekke jıktıkını da diyen. Yani düm yatkızıkını da diyen. Yani tella diyen erş tahtlarını jıktıkan, çüretken çağda. Tahtını yıkkan çağda deyin. Tilal bilen nasıl tilama? Belki hem de. Töpülüklerine tilal deyimiz. Dönlük, töpülük. Fetella yıktı Paris'in tahtlarını dedi. Padisiye canıda. Ve fetaha medaine Kisra. Kisra'nın medaine gen şehirlerini feth kıldı. Asimatta mülkihim. Onların padişahlığının paytaxtı boğan, astanesi boğan medainini feth kıldı. ودخلها ونكرده ولما لم يوافق المسلمين هواؤها بنى لهم مدينة الكوفة بأمر الفاروق Müslümanlar da Arap loğanıken bunlar çölünün sap havasında yaşayıp gün gelirler. O şehrin o demek buruqtum havası yaşaganlıktan bu keselulab ağrıp ketken. Havası yapmagan. Yani şu Medainninki yani İranlıkların paytaxtınınki havası Müslümanlığa maskenmegenninki bana lahum medinetel Kufa. Kufa şehrini Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Müslüman koşunuğa bina qildi. Şu şehrini Kufa şehrini Sa'd ibn Abi Waqqas sağın. Bi emril Faruq Hazrat Umarning buyruq bilan. Sen şehirning ichidan chiqib cho'lga bizga havas yoqadigan bir joyga shahar sal deb buyurgan. Çölge sağlandı iken o çölde durup Araplar normal sağlam yaşagan. Ve fetaha aktara bilad Faris. İran'ın nurgun diyarlarını fetih kılgan. Ve tella uruşahum aydan bi Jalula. Yani Jalula diyen cayır boğan cangdıma ularının tahtlarını yıktıgan. Faqatala minhum biha 100.000. Jalula diyen cangda İranlıktan 100 binini ötteygen. Özü ve koşullar. وكان قائد جيش المسلمين بها ابن أخيه هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص المرقال. Aşı canlarda, Jalula diyendeki, de canlarda Müslümanların kumandanı, ciğani, yani Sa'd ibn Abi Waqqas'ın ciğani Hashim ibn Utbe ibn Abi Waqqas deydi. El-Mirqal diyemiş onun bir namı, lakımı bozkır. Ba'atahu ammuhu Sa'dun ileyhim 12.000 minel muslimin. Sa'd ibn Abi Waqqas ciğanını aşulağa 12.000 kişilik koşunulan evet etken. Yani Jalula diyen cayga. Ve vallahul Faruq alel Kufati ba'dama banaha. Sa'd ibn Abi Waqqas Kufa şehrini sağlamdınken Hazreti Ömer Kufa'ga Sa'd ibn Abi Waqqas'ni vali qilgan, emir qilgan. Fashakahu awbashuha baghiyan fa'azalahu anhum. So'lan awbash degan şu shahardagi u yerdan kelib qolgan endi kaldaxullah. Biz falan kabildim, biz Pustan kabildim, biz verdim, biz atam tolmaydigan, dadam tolmaydigan haqlar. Xilma-xil, rangaran haqlar var. Abu Baş yanı ma'nosi shu. Abu Baş'ın cemi mi? Ha, cema. Bu cema ma'nosida ishiladi, ya'ni axlat menen nas degan bu. Turli
Taxlar yemanda. Bu anda xuddamda turlik bunda uyabiyaning kelgan quloq kesdi, lükçek uylar degandek buymanida ishlatiladi. Sallan tillash nimasi bor. Salbiy taraflarım bakımdan nasıl Avvashganda salbiy ma'nosi. Hali salbiy ma'nosidan nimasi chiqdi unda? Bag'yan. Usalliq qilib shikoyat qilgan vaqtida fa'ajalahu anhum Sa'd ibn Abi Waqqasni Kufa shahar xalqiga vali bo'lishdan mansubida ilib tashladi dedi. Qanday shikoyat qilgan? Sa'd ibn Abi Waqqas to'g'riliq Hazrati Umar boshqa valilar to'g'riliqmi odamlarni tekshirib turibdi. Kufaga odamlar aytib, Sa'd ibn Abi Waqqas qanday boshqarib turibdi, adolat bilan hukm qilib turibmi, namozni joyida o'qib turibmi, zakotni joyida yig'ib taqib bu da kelganda tavshigili taftishga adam bo'lsa har mahalning jamoat mas'ullaridan so'rab Sa'dni Abi Waqqas qanday so'ratdi sizlar debda bundan so'rab bu yaxshi gapni qilgan da bir mas'ulga berib so'rasa birisi qo'yib bu bizga odilliklar hukm qilmaydi maosh ya ulja g'animat degandek pul taqtish olsa tang barobar lillah taqatmaydi namozni joyida o'qib bermaydi bunda biz shikoyat dardimiz bo'lsa uni qashqirib darhol kirolmaymiz degandek bunda shikoyat qilgan keyin Hazrati Umarga bu ma'lum qilingan chog'da Hazrati Umar Sa'd ibn Abi Waqqasni chaqirgan. Nima gap bu? Bunda shikoyat qilyaptimi Alloh degandan keyin bu bunda yolg'on gapibdi. Mana shuni joyida qilib turibman. Deganda Hazrati Umar bizmi seni shunda qildi deb o'ylaymiz degan. Ya'ni keyin shu Hazrati Sa'd ibn Abi Waqqas namozni joyida o'qib bermaydi degan kishi qatta Hazrati Sa'd qolgan. Allah Taala dunyoda umrini uzun qilib, xar qilib, raso qilib o'tgay deb duo qilgan. Mana bunda tuhmatni chapdingsa, dunyoda seni uzun yashab Allah Taala xar qilib o'tgay degandan keyin bu odam ko'p shaharda qanday yurtdi? Ishlab chiqib ketgan, qo'rqib osgan, kirib ketgan holatda yugurib, didakli o'z oqidan chaqchaq qilgan, ular yugurib, ashunda xar bo'lib ketgan. Endi biz sarangdak, dildistak bunda pilpatchada bo'lib qolgan. Şu xarazda turib, ondan xalqlarga Sa'd ibn Abi Waqqasdan qog'ishda kentim deydi ekan. to'g'ri deylikmi? Ha, uni to'g'ri deydi. Bizdan nima uchun bunday kun qolganligini biladi. Shu bu Iroq xalqi tarixdan buyon shundan nachar. Hazrat Alini qanday qildi? Sa'd ibn Abi Waqqas mana Hazrat Husaynni o'tadi. Hazrat Hasan bunda gilamda o'tasa, o'sha asli gilamni talishib, gilam shart tatib bulab, nima qilsa Hazrat Hasan uni sayar tushgan. Shuni ko'rib, ondan bu xalq hech nima kalkanmaydi. Bu xalq taynib ish qilolmaydi deb Hazrat Muaviyadan so'zlashdan tushdi. Shuna ahli al-Iroq, ahli al-Shiqaq va an-Nifaq. Yana shu emirlik bo'ysunmaslik. Ahdis tutmaslik, naahlilik, vafosizlik, mushunlar mashhur. Shuna shu xalifulmo, qanaqa shu hajjajdek odamni bekitib qo'ysa, hajjajda shunda bir xatolik qilsa, shunda bir xatolik qilsa qilganda jikdek bo'lgan. Bo'lmasa bundan nachar haq. Fa'azalahu anhum. Shundan ularga vali bo'lishdan mansubida elbette. Va qala fi wasiyatihi ba'da ta'nihi kama taqaddam. Hazreti Ali vasiyat qilgan chog'da biz yuqorida dedik-ku, vasiyatimiz bunda dedi. Hazreti Aliga Abu Lu'la xanjar tiqqandan keyin shu qasbillar xanjar tiqdi-ku. Xanjar tiqqandan keyin Hazreti Umar vasiyat qilganda shunda in asabatil khilafatu Sa'dan fadaka. Agar xalifalik Sa'dga tegib qolsa, tamam, nayt yaxshi o'g'ini. Va illa agar u xalifa bo'lmay qolsa, fal yasta'in bihi man yatawalla. Xalifa bo'lgan kishi Hazrat Sa'dni yordamchi qilsin. فإني لم أعزله عن عجز ونمن كوفنا والي لقدن والي bulanmaganlıktan eli tutqanmadım. Aynı da şikayetler boğan diken Resulullah'ın sahabelerine bunda bir gap sözü bulap qalmışsan deb ham sahabından Mustafa Xodaş ham fitnani yok tutuşun da elbetkendim. Wala xiyana ya acizlik ya xiyanat qilganlik bunda bir ish yo'q dedi. Vaqad vallahu Osman radhiyallahu anhu. Osman radhiyallahu anhu uni vali qilgan dedi. Keyin ondan elbetken, ma'lum sabablar tufaylidan valilikka elbetken. Va kana Sa'dun mustajabat da'va. Duosi ijobat qilingan zotlardan edi. روى الترمذي من حديث قيس بن أبي حازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. ما أدست رسول الله ربكين إي الله سعد سي دعاء قاسا إجابة قلغيلا فكان لا يدعو إلا استجيب له. دعاء قيس لهم شو مش حديثنا من ده ديانك رسول الله دعاء قيام بوجهك سعد رضي الله عنه دعاء قيس لهم إجابة له كتير. وروى أبو العباس السراج في تاريخه من تاريخ كتاب شده أبو العباس السراج شو تاريخه ده مجند روايت قلده عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مش صحابة كرام ده روايت قلده
ennehu merra bi emiril mu'minin Ömer radıyallahu anhu. Şu Cerir ibn Abdullah diyen sahabe emiril mu'minin Ömer'nin kışını ötep kalan çağda fesalehu an Sa'd ibn Abi Waqqas. Hazreti Ömer Sa'd ibn Abi Waqqas oğurluk soğudu dedi. Fakala teraktuhu fi vilayetihi ekremen nasi makdireten. Ben ona aşı valilikdə kuş kudret cihatın en isil, en izzetli kişi altını koyup geldim. Ve aqallahum qasvatan. Bağırdaşlık cihatın en mülayim, en yumuşak, merhametli kişi altını koyup geldim. Huve lahum kel ummul barra. O yani Sa'd aşı küfr halkıge nispeten nahayet mehriban, yaxşılık durgan anıdak. Yecma'u lahum kema tecma'u zurra. Ulağa xuddi bir ana balalarga konaqni yig'ib bergandek Sa'dmo mal dunyosini bo'lsin shuni yig'ib xalqiga berdi. Konak yig'ishi insonlarning kimi yoki Xuddi bir ana balalarga konaqni yig'ib masalan, ko'kashni yig'ib nima qilib berdi-ku? Yani tamoq tayyorlab berdi. Shuningdek Sa'dmo ko'p xalqiga shunda yemek ichmak, butun mal dunyoni shunda lozimlik narsalarni tayyorlab beradigan holatda qo'yib keldim. Ashaddan nasi indal ba's. Lekin kuch ishlatish lozim bo'lgan chaqlarda, jiddiy, qiyin ahvollarda kishilarning eng qaysiri deydi. Eng mazbuti. Ve ahabba Qurayshin ila nas. Qurayshliklarning, Quraysh qabilasidan bo'lganlarning kishilar eng yoqtirdigini deydi. Kishilar mush Quraysh qabilasidan chiqqanlardan eng yaxshi ko'rdigini Sa'd. Yani Kufa'da aynı da tariflab chiqqan. Ve akhraja Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba. Çünkü Muhammed'inki ibn Alifba mı? Yok. Ve akhraja Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shayba. İbn Abi Shayba musannafida ya tarix kitabını bağışlaydı. Tarixida yaxshi bir sanad bilan Hasan darajalik sanad bilan Ibn Ishaqdan bunda rivoyat qildi dedik. Qala kunna ashadda ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam arba'a. Sa'd radhiyallohu anhu bunda debdikan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng qalvan, eng qaysar sahabelerden to'taylan batdiq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabelerning eng yomonidan biz to'taylan batdiq dedi. Ömer, Ali, Zübeyir ve Sa'd radhiyallohu anhum. Mush to'taylan eng yomoni, eng mazmutda idoq dedi. Mush Ali Zübeyir bilan yeshi tang mush Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu. Bir dematlik. Kirelim Ali Zübeyir Sa'd. Lekin Hazrat Ömer va cho'nroq. Tufiya Sa'd radhiyallohu anhu bi qasrihi bil Aqiq. Sa'd radhiyallohu anhu Aqiq degan qasrda vafot bo'lgan. Ve humila ila al-Madinati ala a'naqir rijal. Madinaga kishilar muris ko'tagincha ilib berilgandi. Aqiq deganmi shu Madinaga yaqin bir joy bo'lsa kerak. Fadufina bil Baqi'a sanat 55 lil hijra. Vafot bo'lib, hijratning 55-yili Jannatul Baqi'aga dafn qilingan. Bu sahabeninki Makkaga borgan chaqda bo'lgan voqealarga rizqo. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas Makkada og'rib qoldi. Makka fath bo'lgan chaqda Rasululloh bilan bilibadi-ku. Borgan chaqda og'rib qolib, shundan Rasululloh yo'qlab chiqqan chaqda bu yig'lab ketdi. Men mishadi o'lib qolamanmi dedi. Ondan mening mol-mulkim ko'p. Bir qizimlam bor. Mulkimning hammani sadaqalar o'taymi degan chaqda Rasululloh sen farzandlaringni, balchaqangni kishilardan tilab yurmaydigan boy holat qo'yib ketganing yaxshiroq. Yani unda yerimini desa, yo'q yerimni jaq. Sulus desa, 3dan 1 namisi sadaqalaymi deganda, sulus mayli bo'libdi. Lekin sulusmi bu ko'p degan. Shu chaqda Rasululloh bir sahabani dedi-ku, falan sahabiga ishorati dedi. Bu sahabi Makkaga olib ketgan. Mush voqealikda Rasululloh dedi, sen bu yerda o'lib ketmaysan, sen taxi yashaysan. Sening qulog'ingda nurg'un qavmlar yuqori martabaga erishdi, nurg'un qavmlar ziyon tortdi, nurg'un qavmlar sendan foydalanadi degan. Shu Rasulullohninki bergan xabar bo'yicha keyin Sa'd ibn Abi Waqqas nurg'un fathlarni qildi. Ya'ni Ironni ishlar qilyapti mesela. Qadisiye, Madain, başka Jalula mesela şu janglardan. Yani İslam devletining, İslam imperatoriyasiniki mudofaa ministri yoki shu cho'ng bosh qo'mondan bo'lib, chet el davlati bilan urushdi. Radiyallohu anhu. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.